Bu Umid aka. Ancha yillardan beri mana shu zalda trenerlik qiladi. Bu esa shu zalni xo'jayini. Nima gap Umid? Yuribsanmi? O'tgan uyga mehmon bo'lib ketasan. Umid aka ancha yillardan beri o'zini shaxsiy zali bo'lishini orzu qiladi. Lekin Nima qilay? Onasini emsin. Zal ochish qimmatga tushib ketadi-da. yo'q. Power Gym'da unaqa emas. Buning uchun siz Power Gym'ning showroomiga tashrif buyurasiz. 2 soat ichida mutaxassislar siz ochmoqchi bo'lgan zalga qanday trenajyorlar ketishini vizual ko'rsatib berishadi. Bu 2D hamda 3D ko'rinishida bo'ladi. Bundan tashqari zalga ketadigan trenajyorlarning hisob-kitobi ham shu yer o'zida hal bo'ladi. Eng asosiysi narxlar hamyonbop. Power Gym biz bilan uzoq yillik tadbirkorligingizni boshlang.